Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bugun mana shu botni ko'rib chiqamiz nasib bo'lsa. Boshlashdan oldin bizning Telegram kanallarimiz bor. O'shalarga obuna bo'lib qo'yasizlar. Telegram kanalimiz video tagida bo'ladi. Mana shu bot Ecomascan bot. Bu botni men kommentariyada ham qoldirib qo'yaman. Bu botdan qanday foydalanishimiz? Xarid qilishni bosamiz. Birinchi bepul daraja bo'ladi. Bepul daraja. Kunlik daromad 1 ekotanga. U degani 525 so'm. Darajani oshirishni bosadigan bo'lsa 100 minglik tarif bor. Men hozir mana shu 100 minglik tarifdaman. U 5250 so'm, 100 ming so'm. Bir oyga 157.250 so'm pul ishlay olasizlar. Ya'ni bir oyda sizlar plusga chiqyapsizlar. 19-kundan sizlar plusga chiqasizlar. Yana darajani oshiradigan bo'lsa, kumush bo'ladi. Kumush 400 ming so'm, 500 ming so'm ekan. Bu yerda chegirma narxi 20% skidka bilan 400 ming so'm qilib beradi. Unda kunlik 26.250 so'mdan ishlab bor ekansiz. Agar yana bir marta darajani oshiradigan bo'lsak, oltin daraja. Darajaga o'tishdan avval kumush darajani xarid qilishingiz kerak debdi. Demak, nasib bo'lsa biz kumush darajani xarid qilamiz. Boshqa menyularga o'tadigan bo'lsak, foydani olish. Men bronzadaman. Bronza. Tangani qazib olish. Menga 15 soat 3 daqiqa bor ekan. Almashtirish bo'ladigan bo'lsa, almashtirish uchun sizda tangalar yo'q. Menda agar 15 soat 3 daqiqadan keyin tanga bo'ladi, o'shalarni almashtirib olsam bo'ladi. Kurs endi. Kurs. Bitta ekotanga, ya'ni boyagi mis tarif 525 so'm. Bu tekin. 10 ta ekotanga narxi 5250 so'm. Bu meni bronza tarifim. 50 ta tanga narxi 26250 so'm ekan. Bu kumush 245 ta ekotanga narxi 128625 so'm ekan. Demak, kurs o'zgaruvchan bo'ladi, vaqt bilan o'zgarib turar ekan. Oldin bular 530 so'm edi, endi 525 bo'ldi. Oldin 510 so'm edi, ko'tarilib tushib shunday bo'lib yotibdi jigarlar. Xo'p, mening hisobimni bosadigan bo'lsa, mening hisobimda hozir 26997 so'm puli bor ekan. Bonus hisobim 100 ming so'mni tashkil etadi. Agar pul chiqaradigan bo'lsa, bonus asosiy hisobdan ham chiqarib olish mumkin. Bonus hisobdan ham pul chiqara olish mumkin. Lekin bonus hisobga 190 ming so'm kerak. Menda lekin 100 ming so'm pulim bor. O'yinlar bo'layotgan bo'lsa, Betwinner, Makon, bular to'g'risi qimorgarlashgan. Hozirgi mana o'yinlari qimorgarlashgan o'yin bo'lganligi uchun buni sizlarga tavsiya bermayman. Ixtiyoriy bo'lib hisoblanadi. Demak, referal sistemasiga o'tgan bo'lsa, har bitta do'st uchun 50 ming so'm bo'lar ekan. Agar do'stingiz biror tarif xarid qilsa, 30 ming so'm asosiy hisobingizga, 20 ming so'm bonus hisobingizga tushar ekan. Do'stingiz xaridi uchun 100 ming so'm, ya'ni mandagi bonus hisobda pul oladi. Topshiriqlarga o'tadigan bo'lsa, omadli baraban, bitta do'st, bitta imkoniyat tarif qiladi. Xarid uchun bonus mana. Agar 100 ming so'm agar bonus qiladigan bo'lsam, 100 ming so'm depozit qiladigan bo'lsam, 100 ming so'm bonus qilib beradi menga. O'yin uchun bonus. Agar Betwinnerda 35 ming so'mga to'ldirsangiz, ya'ni o'yin bo'limi birinchi depozit hisobini to'ldirish amalga oshiring va to'ldirish miqdori bilan teng miqdorda bonus hisobiga ega bo'ling. 50 ming so'mgacha oling. Demak, bularni agar
bonus olmoqchi bo'lsanglar Betwinner saytiga kirasizlar, ro'yxatdan o'tasizlar va 35 ming so'm saytga depozit qilasizlar va 35 ming so'm sizlarni bonus hisobingizga tashlab beriladi. O'yinga o'tish va topshiriqni bajarish. Topshiriqni bajarish deganda adminga yozib yuboradi. Shuning uchun men hozir topshiriq bajarganim yo'q, adminga yoza olmayman. Qo'llab-quvvatlash, muhokama, video qo'llanma, hamma narsasi bor. O'zining guruhlari ham bor mana. O'zining guruhlari, hamma narsasi bor. Guruhlari faqat undan ungacha ishlaydi. Jigarlar, agar yana nimanidir tushuntira olmagan bo'lsam uzr, videoga like bosinglar, komment yozinglar, maksimal tarqatinglar videoni. Bu sizlarni daromadga chiqishinglar uchun eng zo'r tanlov hisoblanadi.